Pochkalar – bu bizning tanamizning haqiqiy filtrlaridir. Har kuni ular qonni tozalab, zararli moddalarni chiqarib tashlaydi va suyuqlik muvozanatini saqlab turadi. Lekin shuni o'ylaganmisiz, bu filtrlar ham vaqti bilan tozalanishga muhtoj. Sizda doimiy charchoq, oyoq-qo'llarning shishi yoki siydik rangidagi o'zgarishlarni sezganmisiz? Balki endi bu alomatlar sizga pochkalaringizga yordam ber vaqt keldi deb ishora qilyaptidir. Bugun men sizga uy sharoitida pochkalarni xavfsiz va samarali tozalash usullarini aytib beraman. Shuningdek, ularning ishiga qanday omillar salbiy ta'sir qilishi mumkinligini ham birga ko'rib chiqamiz. Pochkalar har kuni taxminan 50 litr qonni qayta ishlaydi. Undan zaharli moddalarni ajratib oladi, ortiqcha suyuqlikni chiqarib yuboradi. Ammo bu ajoyib tizimning samaradorligi ko'p jihatdan bizning odatlarimizga bog'liq. Ko'pchiligimiz hatto o'ylamaymiz ham, lekin aynan shu kichik narsalar ularni